Mana blogerlar har xil bo'lingan, vayinchilar, ibratchilar, motivatsionchilar, ya'ni bizneschilar degan ishoninglar. Misol uchun vayinchilar haqiqiy narsalarni komediya qilib olib chiqishadi, haqiqatda bo'layotgan narsalarni komediya qilib olib chiqishadi. Bitta vayinlar misol uchun aqlli gapiradi, haqiqatda mana bu havas qilsa bo'ladi bilan aqlli gapiradi. Ibratchilarga keladigan bo'lsa, ular faqat videoda ibratda, cho'sma, hayotda bo'lsa fahshga botgan, sotqinlik qilgan, g'iybat qilgan, bir-birini chaynagan, bir-birini ko'ra olmagan, rizqni Alloh berguvchi-da, Alloh berguvchi. Lekin bir-birini shunaqa chaynab qo'yadi, shunaqa qilib qo'yadi. Reklama masalasi bo'yicha ko'pini taniyman, bir 70-80% shunaqa-da. Keyin videolarga qizlarni olib chiqishadi, qilishadi. Pastga yarmini borib, ishoninglar, nimalar qilishligini men ko'pini bilaman, sirlarni ochish vaqti keldi, nima bo'lar. Yoki motivatsionchilar bor-ku, motivatsiya beradilar. O'zim motivatsiyaga zo'r-da. Ya'ni aqliga qatdan bilan motivatsiya keladi, ikkita kitob o'qib turib. Biznesmenchilikka keladigan bo'lsa, ko'tiga debsa shaqillaydi-da, arendada, hamma joydan o'zi qarz, 168 yotibdi, mashinistda. Nega biznesni o'rgataman, uni qilaman, buni qilaman deb bechara ustida pul ishlash maqsadida har xil treninglar qilishadi. Lekin shunaqa biznesmen ekansan, shunaqa zo'r ekansan, treninglarni tekinga qilib qo'y, shundan o'rgataman desang, lekin oldiga borib bir so'm so'rasang, srazu 50 mingta bahonalar, bunga tikkanman, buni qilganman. Soxta bo'lmaylik, haqiqiy bo'laylik do'stlar. Soxta bo'lishdan charchadi odam o'zi. Haqiqiy narsalarni olib chiqaylik. Misol uchun, men bekitadigan hech narsam yo'q. Men qanday bor shundoq, men hech qachon bekitmaganman, bekitmayman ham. Mayli. Sirlarni ochib aytib keldimmi deyman. Nima deysiz? Ochib tashlaymikin hammasini sirrini. Gap ko'p, rosa ko'p gap. Gapiraman inshaalloh. Hammasini gapirib chiqaman. Prosta hozir bizda demokratiya, erkin so'zlik bor-ku, lekin undan keyin erkinlik yo'q, bekor yetishmagan. Lekin xalq orqasidan gapirib chiqmayman hech qachon. O'zim uchun gapirib chiqishim mumkin, lekin xalq orqasidan gapirmayman, sababi birlashish yo'q bizda. Kimnidir orqasidan gapirib chiqaman, lekin men kirib ketaman yoki men oilam jabrlanadi, lekin xalq, vatandoshlar degan narsalar hech kim anaqa qilmaydi. Men u narsani cho'tki bilaman. Misol uchun qamalib chiqdim, bekitganim yo'q, hech kimga anaqa qilganim yo'q. O'sha qamalganimda ham 5 oy, 6 oy Toshturmada o'tirgan bo'lsam, 6 oy ichida bironta bloger xabar olmagan. Lekin bloger emas bo'lgan, o'shalarning oldida yurgan ba'zi birlari qo'ldan kelgancha sharoitiga qarab yordam qilgan. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Yaxshiliklarni hech qaysini unutmayman. Lekin bordi. Nechta joyga xat chiqarganman o'sha yerdan, ayolim orqali NCdan kelganda, advokat kelganda, qarshi ilojsiz borishda chiqarganman. Hammasi domini ushatmagan bo'ldi bugun, ancha buncha qamalib ketadi deb o'ylashganman deyman-da. Keyin Toshturmadan kalonga chiqqanimga qo'limga telefon tushgandan keyin ancha munchasiga telefon qilib chiqqanman. Ancha muncha tanishlarimga, akalarimga, bor, yordam berganlar bor, yordam bermadi demayman. Sanoqli kutmagan insonlarim. Kutgan insonlarim har xil bahonalar qilib, adajani yordam sifatini so'rab video qo'yib beringlar, iltimos, sharoitim juda og'ir deganimdan keyin bir hafta 10 kun yalintirishganda o'sha videoni ham qo'yib berguncha. Qo'yib berishgandan keyin ba'zi birlari, hammasini aytmayman, ba'zi birlari bir hafta 10 kundan keyin telefon qilib, "Ey, videoni olib tashlamasang bo'lmaydi, bizani rovdiga chaqirtiryapti, jasyanni dastidan bizani butilkaga o'tkazishyapti" deb qaror bahonalar qilib videoni oldirmoqchi bo'lishgan. Ayolimga aytganimdan keyin ayolim jahli chiqib ketib, "Shuncha siz bilan ijod qilib, bitta joyda ovqat yeb, kerak bo'lsa paytida hammasiga plan bergansiz, yordam ham bergansiz. Kimnidir olib chiqqansiz ham, kimnidir tortgansiz, qilgansiz, lekin bitta video qo'yib bera olmadi hech qaysinisi. O'zini profiliga sizga qo'ydirishdi, gap yo'q. To есть video olib berishdi, sizni profilingizga qo'ydi. Endi shuni ham oldirmoqchiman. Pashol deydi-da. To'g'risi borib endi qavada o'tirib nima deyish bo'lib yo'q deb qo'ya qoldim. Mana chiqdim ham, olib tashladim bu videolarni. Lekin bekitmayman. Haqiqat ahmoqligim uchun qamaldim. Ahmoqligim uchun, zaifligim uchun Allohning o'zi kechirsin, men bu narsani bekitmayman. Qanaqa qilib yo'lga kirib qolganim o'zim tushunmay qoldim, sababi mana shu hayotiy narsalarda, mana shu do'st, dushmanlarim ko'p masida, lekin do'stlarim dushman ekan. Men shu narsani bilib yetdim. Pulim bor edi, oboyim borligida, mashina uyim borligida, hammasi yonimda edi. Hammasi uyimga kelib ovqatlarni yeb ichib, hammasi kelardi. Lekin hech narsadan hamma narsadan mahrum bo'lib qolganman, hech narsam qolmagandan keyin hammasi asl basharasini ko'rsatdi. O'zi undan oldin basharasini ko'rsatardi, prosta men shunaqa ekanda, o'zim balkim qayerdadir xato qildim, nimadir qildim deb o'ylardim. Lekin mayli, behikmat emas, mana hozir yaxshi insonlar yonimda. Hozir videolarda kim ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma yaxshi insonlar. O'shalar qo'ldan kelgancha sharoitidan chiqib kelgan holda yordam qilishgan, hali ham mana yordam podдержка qilishyapti, yo'q deyishmayapti. Lekin hammaning o'ziga yarasha problemasi bor. Oilaviy problemasi bor, hayotiy muammo juda ko'p muammolarimiz bor, juda ko'p. Lekin inshaalloh o'sha muammolardan hammamiz tezroq qutulib ketaylik. Yaxshi kunlar keladi, men ishonaman. Balkim kelar o'sha kunlar. Biz ko'ramiz. Lekin men to'g'risini aytsam, chet el petelga ketmoqchiman. Bu yerda men ko'zim yetmayapti nimadirli bo'lishimga, nimadirga erishishimga. Jannat makon joy, lekin bu yerda shaytonlar ko'p, juda ko'p. To'g'risi bor, mana tan olish kerak. Jannatda yashaymiz. Jannat o'lkalar. Qishi bor, yozi bor, bahori bor, kuzi bor, hamma narsasi bor. Faqat insofsizlik ko'p. Shu. Lekin o'sha kartalar qo'yganda Alloh rozi bo'lsin. Mana chet eldagi musofirlarimiz, shu yerdagi yaxshi insonlar qo'llab-quvvatlab yordam berishda Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh yaxshi kunlarda men o'sha insonlarga qaytaray, agar qaytara olmasam, topa olmasam bu insonlarni o'shalarning nomidan ehsonlar qilib, yaxshiliklar qilish Allohim o'zi nasib aylasin. Do'stlar, qo'llab-quvvatlaganinglar uchun rahmat. Abdush Islam yaxshi ko'raman.